Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, hürmetli qarindoshlar. Din ve hayat namlı sohbet programımız arqılıq sizlar bilan henüz görüşdük. Programımızın navbatdagi bölümünde tevhid haqqında to'xtalamiz. Men qarindoshlar Abul Qasim Ahmedi programımızın ki izzi mehmoni ustoz Ömerjan bilan bo'ladi. Biz yuqorqi ilgirki bölümlerde mush tevhid haqqında to'xtalgan edik. Bugungi bölümde mush tevhidninki darsning davomini diqqatingizga sunamiz. Amalan şu tevhid bir qancha turga bo'lindi. Buningki bugungi bölümümüzde asosan mush tevhidninki turlarininki biri bo'lgan uluhiyat, rububiyat, tevhid rububiyat, tevhid uluhiyat, tevhid asma ve sıfat. Onun bir tevhid rububiyat ustida to'xtalgan bo'lsak, bu tevhid rububiyat degan nima? Qanday tevhid? Qani marhamat. A'udhu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve la udvana illa alel zalimin. Vessalatu vesselamu ala eşrefil enbiya vel murselin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Amma ba'd. Hemmimiz ma'lum ki bu la ilahe illallah Muhammedur Resulullah degan bu tevhid kelimesi İslam dininin mukaddes şuarı bulup İslamga kirmekçi bolgan yoki İslam dinini qabul qilmoqchi bolgan har qanday odam bu ulug' şuarını aytish orqali İslam diniga kirdi. Shuning uchun biz dunyoga nazar soladigan bo'lsak, qaysi davlatdan yoki qaysi millatdan, qaysi rangdan bo'lishidan qat'iy nazar barliq musulmonlarningki bu muqaddas tevhid kelimesini aytishda o'rtaq ekanligini, yani hamma musulmonlar bu tevhid kelimini her joyda ibadetlerinde ve hec faaliyet münasebetleri bilen yoki namazning oldiga zikrlarda, dualarda o'rtaq hammasi birdek aytadi. Lekin bu tevhid kelimesi ifodalagan tevhid aqidasiningki haqiqiy ma'nosini tushunish, uningki mafhumini o'zining qalbiga o'rlashtirish, shundaqla bu tevhidni aqidasini talab taqozzosini amaliyotga tatbiqlash. Bu haqda musulmonlar hammasi o'rtaq bo'la oladimi yoki yo'qmi deganda musulmonlar buningda o'rtaq bo'lolmadi. Afsus, azsalliq musulmonlar bu tevhid kelimesi ifodalagan tevhid aqidasini ma'nosini to'g'ri tushunib, o'zining hayotiga tatbiqlab, o'ziga o'zlashtirib bu tevhidninki tevhid aqidasining talab taqozzos bo'yicha ish ko'radigan bo'lsa-mu, ko'plagan musulmonlar buningdan, ya'ni tevhid aqidasiningki talab taqozzolaridan, ma'nosidan, mafhumidan-cho bu g'aflatda va shuning uchun bu la ilahe illallah Muhammed Resulullah degan bu tevhid kelimesini ağızlarında her kuni bir qancha yüz qatim aytgan bo'lsa-mu, hatta bazı musulmonlar bunu o'ziga bir vazifa qilib tasbihlarda sanab turib aytgan bo'lsa-mu, yanala qilayotgan ibadetlarda yoki harakatlarda, faoliyatlarda, yani musulmonchilik ishlarida bu kelimeninki ma'nosininki aksicha, yani bunun qarshi harakatlar, faoliyatlar musulmonlarda ko'rinyapti. Bu musulmonlarga nisbatan nəhayət facialik, xatarlik bir aqibat. Çünki insanda, musulmanda tevhid müstahkam bo'lmaydi ekan, onun bütün qilgan ishi o bekor bo'lib ketadi. Yani bütün qilgan ibadetimiz, mayli biz har qancha ko'p qilaylik ibadetni yoki mayli har qancha katta ibadetlarni qilaylik, bu ibadatchi Allah'ın oldida maqbul bo'lmaydi. Çünkü Allah subhanahu wa ta'ala biz musulmonlarga din rozi bo'ladigan, Allah o'zi to'g'ri deb baho bergan aqida tevhid aqidasi. Estağfirullah. Vaqt Allah subhanahu wa ta'ala inna dina indallohil islam. Allah'ın dergahida maqbul, Allah rozi bo'lgan din İslam dinidir. Bunun maksat İslam aqidasi, tevhid aqidasi. Demek Allah razı bo'ladigan bir aqida o'zimizda mujassamlashmay turib, Allah qabul qilgan, Allah'ın oldida dergahida maqbul bo'lgan bir aqidaga o'zimiz erishilmay turibchi, uningdan boshqa qilgan ibadetler hammasi avargarchilikdan boshqa narsa emas. Uning hech qanday vazni bo'lmaydi. İslam dinida aqidasiz, aqida durust bo'lmagan, shu aqidaning talabiga uygun bo'lmagan
amel ibadetlerini biz her qancha ulug' deb qilib olsakmi, her qancha ko'p qilsakmi, her qancha bu jiq qilib olsakmi, uning uchun Allohning dargohida islom dinida hech qanday qiymat bo'lmaydi. Shuning uchun biz masalan musulmonlarningki bu ko'p sonliq musulmonlarningki bu tavhid kalimasini aytish bilan birga buning ma'nosi bo'lgan bu tavhid kelimesi degan la ilahe illalloh Muhammed Rasulullah degan bu tavhid kelimesi ifadalab bergan tavhid aqidasini to'g'ri tushunmaganlikninki bir amaliy shohidi qaysi deganda la ilahe illalloh Muhammed Rasulullah deb turib masalan Allohga qiladigan hurmatni Allah'a bildirdiğin mehri muhabbetini, söygünü başka bir insanlara onu her xil isim koyup, at koyup, ya bu uluğdu, ya bu andatı, ya bu bunda degendek çoğu, özünün rəyi bunca, özünün xahişi boyunca onunla bildirip atkan. Allah'a sığınıdığın, Allah'ın tileydiğin neslerini, Allah'ın tileydiğin sual, dualını, yani başka insanlardan, ya ki başka mahluklardan, meyli hayat, meyli ölgen, ya gibi başka taraflardan degendek çoğu, aşında bir neslerden çoğu tilavat kal. Mana bu, gerçi la ilahe illallah Muhammed Resulullah degen bu tevhid kelimesine ağızda etkan bolsa mu, bunun ma'nosini, mefhumini, hakiki, to'g'ri ravishda tushunolmaganlikniki bir ifodasi. Shuning uchun bu tevhid aqidasi har bir musulmon uchun kundalik taomi, suydimichu zurul insonning hayoti. Shuning uchun bu barliq diniy qarindoshlarimizga bu tevhid aqidasini yaxshi o'rganish uchun shunday tevhid haqida o'rlashtirilgan suhbat darslari va bundan boshqa kitoblar va tarjima qilingan tevhid haqida kitoblarni ko'p o'qish orqali bu tevhidni mukammallashtirish, puxtalashtirish, tevhidda rus bo'lib, andan keyin qolgan amallarni qilish har bir musulmonga nayt zarur farz ayn. Chunki masalan bu tevhid degan dinning asosi. Asas degan masalan bir binoning uliga o'xshash narsa. Masalan bir binoning uli mustahkam bo'lsa, puxta bo'lsa, nayt chiroyli bo'lganda u bino puxta, mustahkam, chiroyli chiqadi. Agar o binoning uli to'g'ri qo'yilmasa, mustahkam bo'lmasa, puxta bo'lmasa, o bino baribir puxta bo'lmaydi. Shuningdek, bizningki amal ibadetlerimizning, dualarimizning va musulmonchiligimizning qabul bo'lishi uchun lozim bu tevhid aqidasi rus bo'lishi kerak. Bu vaqt Alloh subhanahu va taolo shunday deydi: "Estaizu billah, la in ashrakta la yahbatanna amaluk." Ma Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem hitap kılgan bolsunmu? Lakin ümmetlerge hammi am hitap. Muhammed aleyhisselam sen eğer şirk keltirgan bolsan, senin bütün emelin şöyle bir kavap gidiyor. Demek bu ayetten çıktı ki bir insan bir ömür ibadet kılıp mı eğer onun da akid rusul olmaydıken şirk buludu. Akide şirk birbirine ot bilen sudak zıtnarsa insanda akid rusul buludiken şirk yuqaydı. Akid rusul olmaydıken şirk payda oladı kalbiga. Bu ayetten çıktı ki şuna akid rusul olmaydıken her qanday amel şu sıfır nolga aylanıp gidiyor degan. Şunun için amellerimizninki qabul bo'lishi uchun, ishlarimizning to'g'ri bo'lishi uchun, duolarimizning ijobat bo'lishi uchun va hammamiz shu bizning musulmonchiligimizningki to'g'ri maqbul bo'lishi uchun birdan bir bizga muhim narsa bu tevhid aqidasi. Tevhid aqidamizni tevhidlashtirmay turib, tevhid aqidasini bizga o'rnatmay turib, boshqa amallarimizni qilgandan hech qanday foydasi yo'q. Shuning uchun Alloh subhanahu va taolo hammalarni shu tevhid aqidasini o'zimizga o'zlashtiradigan, tevhid aqidasining talab taqozosi bu uchun amal qiladigan, harakat qiladigan shunday ulug' tevhidga Allohga sodiq bandalarni qilishini Allohdan tilaymiz. Mana bu tevhid ilmini o'zlashtirish uchun bir Qur'on va hadisga qaytishga to'g'ri keladi. Ulamolarimiz Qur'oni Karim va hadis shariflardan umum tevhid kelgan oyatning hammini mujassamlab, hadislarning hammini birga to'plab, buningdan tevhidning turining 3 bo'lganligini xuloslab chiqqan ekan. Biroz shu tevhidning bo'lib eng xatarlik yeri tevhid rububiyatda hatto Makkaning mushriklardan tatib musulmonlar o'rtaq bo'ladi ekan. Gap tevhid uluhiyat kelganda meydan ayrılgan yapken. Şuna biz bu tevhid uluhiyatni mustahkam yaxshi tushunishimiz uchun avval gapni
Tevhid rububiyet degen nima? Qanday o'z tevhid rububiyet bo'ladi, qanday o'z tevhid uluhiyet bo'ladi bu haqida tushuncha bergan bo'lsalar. Xo'sh, to'g'ri asl degandek shu ulamolar, islom olimlari Qur'on Karim va hadis Rasulullohninki umumiy mazmuniga cho'kib turib, mazmunidan xuloslab bu tevhidulloh, tevhidninki 3 turga bo'linganligini bekitdi. Bular bo'lsa birinchisi tevhid rububiyya va tevhid uluhiyya, tevhid asma va sifat. Bugün inşallah vaqt münasebeti bilan şu tevhid rububiyya, rububiyet tevhid hakkında to'xtalamiz. Bu rububiyet tevhidi degan ne mo'tizar? Bu rububiyet degan Rabba yurabbi tarbiyatan chiqqan arab tili. Yani tarbiyalamak, parvish qilmak, yaratmak, intizamlaştırmak degan ma'noda keladi. Bunun şeriat islahida, yani şeriat atalg'usida shu desa, yaratishda yaratgan narsalar, alam tabiat alamini Allah yaratdi. Mush yaratgan tabiat alamini yaratishda osmon, zamin, insoniyat, bütün mahluqot mavjudotlarning hammasini tabiat alimi deymiz. Mushlarni yaratishda ve yaratgan şu tabiat aleminde baş kuruşta, terbiyeleşte, perviş kılışta, onun rızkı verişte, onun intizam bekitişte, onun işlerini tertip çelişte hemmesi de Allah Teala yekkigane, yalğızdır dep itiqat kılış. Demek Allah Subhanahu wa Teala bütün kainatlarını Allah özü yekkigane yaratkan. Allah Teala hem işlerini özüne hiç qanday bir şeriksiz ve hiç qanday bir yardımcısız hemmini şu Allah özü başkurudu, özü başkuralaydı. Muşunun qadir Xudayın hemmini Allah Teala özü sistemlaştırdı. Bunun da hiç qanday şerik yok dep itiqat qilish. Hemen bu rububiyet tevhidininki asasıymış. Bu haqda Allah Subhanahu wa Teala şundaq deydi: "Ela lehul halqu vel emru." Yaratish deydi. Kainat tabiatdan qanday narsani yaratish ve ular hakkında tedbir qo'llanish, yani başqurush, bunun o'zi Allah'ın huquqidir. Demek her qanday Rab bo'lgan zat bizning Rabbimizningki bu xususiy sifatda. Onun da hiç qanday adamning ya bu dunyodagi cho'ng kichik yoki yumshoq qattiq degan qanday meyl insoniyat, bütün mahluqotlar, canlılık, cansız barliq mavjudotlarni yaratishda Allah'ın hiç qanday sherigi yo'q. Emniyetimiz hadi bu Allah yaratish, hiç qanday adam Allah yaratganda yaratolmaydi ki bir narsani. Adetli bir misal alaylik. Adetli mesela bir gazan çağlık değil, ürüknün bir talı gazanı. Onda desek mesela nurgun neslerini hazır sanatta yarattı o. Ayrı planlarını yarattı. Maşallah. Net 10 tonna yaki binas götürdüğün. Parukutlar net 100 tonna binas götürdü yarattı. Onu yarattı, bunu yarattı götürmez akçan. Bu emniyet yaratışamaz. Aklımız desek bu taklitçilik bu. Bu yaratış halk degen yoktun. Onun hiç qanday bir xaritisi yok, o'qishimi yok, hiç qanday bir asri yok narsani paydo qilganligimizni buni yaratish xalq deydi. Arabchada. Mana Alloh subhanahu va taolaning yaratquchi bo'lish sifati bilan boshqa hozirgi dunyodagi fan texnikani yaratgan, ijod qilgan ijodiyati oldida osmon farqi bor. Qarindoshlar. Masalan, Parqutning o'zini çoğun lehanglardan taklit qilgan bo'lsa, ayrıqlarning o'zini çoğun qushlardan taklit qilgan va uning boshqa butun narsa taklit. Hozir dunyodagi taraqqiyot. Ham uning ustiga uning ham ashyolarni Alloh yaratgan. Hatta yaqib bergan narsani xuddi traktor qilib bir ustam qurash turgandek qilib qo'yganlar u. Ammo Allohning biz insonlarni va biz yashayotgan barliq osmon zamin va uningdagi tog'u daryo va uningdagi barliq jonliq jonsiz mahluqotlarni yaratishida hiç qanday bunun aldığı bir eser bulmagan. Taklit qilishlik hiç qanday bir eser bulmagan. Layık bulmagan narsani Allah yaratgan. Manında şuna o bizning o degan gaplarimiz Allah'ınki xoliqligiga hergiz mi o'xshamaydi, yaqin kelmaydi. Emniyetmi masalan, ma'qul yaratdimi deyli. Qarayib do'konga kirgan bo'lsak, shundoq odamning nertin ko'rgan bo'lsa, odamning shu nayt hissiyat qilib ko'gis kelgan chirar gullaba. Ama Allah Teala'nın tabi bir kulu var. Usulaşarak bir kandat tuğan. Ama insan behremen buluşta. Kaysından bek behremen bulundu.
Hele gullağa qarab şunda tutqan ekan, mərən su yedi. İnsanların yaşasan gullağa qarasınız, igilməyə atqan tayaqdək. Biraz o sürət bir rəng. Amma Allah'ın yaratqan bu mesela göl, bu giyalardı çoğu. Onun bulatkan oksijenlerini almış ve ondan başka bir hayvanat mesela başka neslerin giyalını yisu semrişi, ondan bizge payda meyve birişi, macun, nurgun cihetlerde her kısmı bir insanın ben yarattım manaya diyen nelse Allah'ın yaratkan nesinin yakın mükemmeydim dokşaşıp bir. Demek ki Allah'ın ki yaratkıcı dünyanın terbiyet kılıp onu asrab turguç ikelliği de şu aynı devirdeki Mekke müşrikler mi bunu itiraf kılgan bir qancha ayetlerde sizni kim yarattı asman zemini kim yarattı sorsam elbette o Allah deydi o elbette Mekke'nin müşriklerini soğanda Allah diyen yani şu devirden müşriklerin bütün kainatını hiç kimde bir Allah'ın gayrını yaratamaydıqlarını itiraf kılattı fakat Allah'ın bütün mahlukat Allah'ın ikelliğine itiraf kılattı Allah'ın başka ilah yokluk meselesi kelgende ibadet meselesi uluhiyette en aqtını azgan. İnşallah bu uluhiyet derslerimizdeki buna keyinki bölümlerde toxtalsak vaqt münasebeti bilen programımızı bir yerde ahırlaştırırız. Amma onun dikkat etibarına bağlı için köp rahmet. Keyinki bölümlerde uçuruş ümidi bilen her birinizle bilen hoşlaşışımız, hayır, hoş selamet bulunlar. Vesselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.